Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib kuzatishni tavsiya qilamiz. Yangiliklarimiz bor. Ramazon oyi aksiyalarimiz davom etyapti. Aktiv bo'lasizlar. Hurmatli mijozlar, bugun budjetli Redmi'lar haqida gaplashamiz. Redmi A3 1 yil rasmiy kafolatga ega. Xotirasi 64 talik, narxi keladigan bo'lsa $100. Keyingisi Redmi 12 vaqtida trendga chiqqan. Hozir buni yangisi topish qiyin. Yangi 128 talik, 6 ga 128 taligi $125 ga chiqadi bu. Xo'sh, Redmi 13 notlar bilan bemalol bellashadigan modeli, Note 13lar bilan bellashadi. Narxi $135, 6 ga 128 taligi. Keyingisi Note 13, hozir Note 14lar ham chiqdi, unga ham to'xtaymiz. Note 13 8 ga 256 taligi, $185 ga bemalol xarid qilishlar mumkin. Hammasi 1 yil garantiyali, ofitsialniy emek ro'yxatlarida o'tgan. Redmi 14S 8 ga 128 taligi, hozir eng ko'p sotilayotgan Redmi'lardan bittasi. 1 yil rasmiy kafolatga ega bu ham. Narxi $125, 8 ga 256 taligi ham bo'ladi buni. Bu 6 ga 128 taligi. Hozirgi eng trendda turgan Redmi Note 14 Pro, xotirasi 8 ga 256 talik. Hozir bitta ochib ko'rsatib beraman shuni. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. O'ta qulay ishlangan, bitta qo'lga zo'r o'rnashadi. Yo'llari qayrilgan ekran, polniy ekran bu. Zavodskiy laminatsiyada bo'ladi. 3 kamera, bitta spichka. Xotirasi 8 ga 256 talik, ekran tezligi 120 Hz. Batareykasi ham 5,5 mAh bo'ladi. Bundagi PUBG o'ynasa ham bo'ladi? PUBG ga juda qiziqmayman, lekin katta ehtimol bilan 60 FPS ochib berish kerak bular. Xo'sh, komplektida 45 vatli adapter pitaniyasi, zaryadchiga и original g'ilofi bo'ladi. Original g'ilof bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, bemalol do'konimizdan $280 dan xarid qilishlar mumkin. Yana qanaqa telefonlar qiziqarli, sizlarga qanaqa telefonlar qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Barchasini xudo xolasa ko'rsatib o'tamiz narxlari bilan. Barchalar uchun rahmat, e'tiboringiz uchun.